Assalomu alaykum hammaga. Bizda yangi devor mebel. Andijon viloyati Sharxon tumaniga kelganmiz. Mebelni joyini chiqarib qo'yishgan. Qimmat variantda bo'ladi. Shu orqada aboylar yog'ib ketadi, ko'rinmay ketadi. 100% korpusni tayyorlaymiz, sekin ko'rsatib boraveramiz. Razmeri 390 ga balali 240. Devor mebelimiz korpusi tayyor bo'ldi. 100% varianti, qimmat varianti bo'lyapti. Muskoy garderob, o'rta polka. Женский garderob, eng chekka turmo. Tayyor qoldi, ko'rsatib boraveramiz. Devor mebelimiz tayyor bo'ldi. Ankor laminat matvisdan tayyorladik. Korobkali varianti, ikkita shkaf, o'rtasi polka, bu chekkamiz turmo. Tepada antresollari bor, turmomizni ham. Osha-moshalari vakuumli. O'rta polka. 390 joy Andijon viloyati Sharxon tumanida tayyorladik. 7 million so'mga mashg'ulotda tayyor bo'ldi. Qanaqa chiqibdi? Fikr mulohazalari kommentariyada kutib qolamiz. Sog' bo'linglar.